Assalomu alaykum, Xatirchi Begomuz guruhi a'zolari, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, Begomuz biznesga qiziqib yurgan tadbirkor aka-ukalarimiz. Bugun sanamiz 13-mart, hafta kuniga juma. Bugun Xudo xohlasa Begomuz hamda Kaliforniya qizil yomg'ir sho'chalari biznes bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar hamda hamkorlarimiz soni yana bir kishiga oshmoqchi. Bugungi yangi hamkorimiz o'zimizning qo'shni viloyatimiz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Ko'mir qishlog'idan Dilshod akamiz bo'ladi. Dilshod akamizga sifati a'lo darajada bo'lgan, zichligi a'lo darajada bo'lgan Kaliforniya qizil yomg'ir sho'chalarini hozir yuklayapmiz. O'zlari xohlagan beraktordan Kaliforniya qizil yomg'ir sho'chalarini solib beryapmiz. Videomizga like bosib, videomizni Kaliforniya qizil yomg'ir sho'chalari hamda Begomuz biznesga qiziqib yurgan tadbirkor aka-ukalarimiz jo'natib qo'yamiz. Videomizni oxirigacha kuzating. Akamizga o'zlari xohlagan beraktordan Kaliforniya qizil yomg'ir sho'chalarini yuklayapmiz. Xaltalarga yuklayapmiz. O'sha xaltaga deysizlarmi, kiloga deysizlarmi, kilogramga deysizlarmi, farqi yo'q bo'lsa, banan korobkaga ikkita banan korobkasi 1 kvadrat, xaltaga bir xaltasi 1 kvadrat hisoblanadi. Kelib turib, bemalol xarid olib ketishingiz mumkin. Pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqsizlar, batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz do'stlar. Sho'chalar zichlarini Xudo xolasa akamiz uyga olib borib, yangi beraktorlarga yo'yganimizdan bilan ko'rsatib o'tamiz. Videomizga like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Do'stlar, 5 kvadrat sho'chalarimizni akamiz yuklab beryapmiz. Kimlarga mana shunday Kaliforniya qizil yomg'ir sho'chalari kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Begomuz hamda Kaliforniya qizil yomg'ir sho'chalarimiz sotuvda bor do'stlar.